Salom hammaga, zalga ham kelib oldim. Bugun kriloga ishlayman. Bu упражнениеda 4 podxod ishlayman. Vesni ko'paytirib, takrorni kamaytirib boraman. Bu упражнениеda 3 podxod ishlayman. Vesni ko'paytirib, takrorni kamaytirib boraman. Bu упражнениеda ham xuddi shunday 3 podxod ishlayman. Vesni ko'paytirib, takrorni kamaytirib boraman. Va orada pumpni sezish uchun kriloni chiqarib turaman. Va keyingisi gantelda ham bunda 4 podxod ishlayman. Vesni ko'paytirib, takrorni kamaytirib boraman. Va bu упражнение ham yaxshi cho'zib beradi. O'shaning uchun bunda ham 4 podxod ishlayman. Vesni ko'paytirib, takrorni kamaytirib boraman. Va bunisi meni eng yoqtirgan упражнение ham. Bunda ham 4 podxod ishlayman. Vesni ko'paytirib, takrorni kamaytirib boraman. Qilib ko'ringlar, pumpni zo'r beradi. Va mana shu mashqlar kriloni mana shu holatga olib kelib qo'ydi. Hammaga rahmat, kuzatishda davom etinglar.